Vektorga keladigan bo'lsak, qarang. Vektor degani o'zi yo'nalish degani. Yo'nalish. Aytaylik, mana bu A vektor bo'ladigan bo'lsa, mana bu B vektor bo'ladi. Endi mana bu nimaga teng desa, mana bu vektor bilan mana bu vektorni yig'indisiga teng bo'ladi. Bu fizikada zo'r o'qigansizlar-ku. Ko'chish degan narsa bor fizikada. O'qiganmizmi? Ko'chish. Fizikada bunday aytadi, bunday yurdi-da, ko'chish qancha bo'ldi desam, mana buni hisoblaymiz-da. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa. Aytaylik, mana buni yig'indisi nima bo'ladi desam, mana bunga teng bo'ladi deysiz. Shunga umumiy mana bu yerdan boshlab, mana bu yerda tugagan. O'shani ko'chishi mana bu yer hisoblanadi. Qaysi nuqtadan qaysi nuqtaga ko'chdi. O'sha. Endi mana bu vektor A vektor bo'lsa, mana bu vektor minus A vektor bo'ladi. Buni masofasi teng, yo'nalishi qarama-qarshi bo'lgani uchun minus A vektor deb aytiladi. Tushundingmi? Keyin A vektor bilan B vektorda agar ko'paytmasini top desa, A vektoringiz misol uchun x1 bilan y1, B vektoringiz x2 bilan y2 bo'ladigan bo'lsa, mana bunday narsa bor. A vektor bilan B vektorni ko'paytmasi teng bo'ladi. A vektorning uzunligi, B vektorning uzunligi va ular orasidagi burchakning kosinisiga teng bo'ladi. Tushundingmi? A nima desa, mana bu yerdagi modullar nima desa, bu uzunlik deyiladi. Uzunlikni qanday topamiz? Uzunlikni topish uchun A ni koordinatalarini kvadratga ko'tarib, izdan chiqarib qo'ysangiz, A ni moduli kelib chiqadi. B ni modulini topish uchun x2 ni kvadrati bilan y2 ni kvadratini qo'shib izdan chiqarib qo'ysangiz, B vektorining moduli kelib chiqadi. Tushundingmi? Keyin mana bularda uzunligini yig'indisi ham bor. A vektor bilan B vektorni topish uchun bu ikkalalarning yig'indisini ham hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Demak, mana bu yerda sizda burchakni so'ragan bo'lsa nima qilasiz ekan? A vektor B vektor, A ning moduli B ning moduli bo'ladi-ku. O'shanda x1 ko'paytirilgan x2, y1 ko'paytirilgan y2, x1 ning kvadrati, y1 ning kvadrati, x2 ning kvadrati, y2 ning kvadratidan foydalanasiz. Shularni ishlatamiz. Chiqmaganlar bormi birda? Savollar? Chiqami? Qo'yinlarda-chi? X2 ikkita AB, B'si olma, BH perpendikulyar tushirilgan. Demak, mana B, mana A. Olma. Mana bu S. BH perpendikulyar tushirilgan bo'lsa, mana H. O'rgatuvdim, olmalarda perpendikulyarda bitta uchganni misol qilib tushuntirib beraverdimmi? Mana bo'ldi o'sha darsda. Xo'p, mana bo'ldi. BH perpendikulyar deyapti. Mana bunday qiladigan bo'lsangiz, mana bu burchak bunga perpendikulyar bo'ladi-da. BH bilan H's teng deyapti. H's mana bu bo'ladimi? H's teng bo'ladi. H's misol uchun x bo'ladigan bo'lsa, AB ikkita h bo'ladi. Mana bu ikkita h bo'lar ekan. Xo'p, AHS degani mana bumi? AHS mana bu. Bu 90 ekan. Kosinus BAS ni so'rayapti. Yaxshi.
Endi mana buni x desam, mana bu ham x bo'ladimi? Endi demak, mana uni 30 gradusligini bilish qiyin emasmi? 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Mana bu yerda to'g'ri uchaydi mana. Endi mana bu yer 60 mi? 60 dan mana bu yer necha bo'ladi? 3x bo'ladi. Endi mana bu yer x midi? Buni kvadratiga buni kvadratini qo'shsam, nima kelib chiqadi? Mana bu yer 2x bo'ladimi? 3x kvadrat, x kvadrat qo'shsam 4x kvadrat bo'ladi. Endi mana 3 burchakka qarang. Mana bu yer x, mana bu yer x, uni orasi 90. Demak, mana bu Pifagordan o'zi x bo'ladi. Menga mana bu burchak kerakmi? Menga mana bunaqa 3 burchak hosil bo'lib qoldi hozir. So'z omadlarni yarim soatda o'xshab qoladi. Omadlar tez ishlaydi. Eski ishlayapti. Nimaga borsiz mashg'ulotligi? Ha, o'zi bilan gaplashdim. Davomroqmi? Mana buni kosinuslar teoremasini qo'llaveramiz. 2x ning kvadrati, 4x ning kvadrati, 4x ning kvadrati, 2 ko'paytirgan 2x ko'paytirgan kosinus alfa bo'ladi. Bu ikkalasi 8 bo'lsa, bu tomonga bo'lsa 6x kvadrat bo'ladi. Minus 8 ta x kvadrat kosinus alfa. X kvadratlarni qisqartirib olsangiz 3 taqsim 4 degan javob qoladi. Bormi shunaqa javob? Ikkinchisi chiqmaganmi? Shulardan uni ochib ushlaganda zo'r bo'lardi. Qayerda chizmalar. Shuni chizishga ham vaqt ketmasdi. Hozir kattaroq chizyapmiz, endi sizlarga ham zo'r bo'lyapti. Şekerler bağım bu misalda 16 iken mana bu 13 ekan. Hop, mana bu 17 ekanmi? 17 ekan. Mana bu A1. Mana bu B1. Mana bu to'xtamagan. Mana bu nuqtamiz A ekan. Mana bu 60 gradusli ekan. Bizdan A'dan B'gacha bo'lgan masofani so'rayapti. Ko'rsatsinmi? To'g'ri. Mana bu narsani mana bu ko'chirib olsam bo'ladimi? Bu yer ham 13 bo'ladi. Endi mana bitta manigacha 17 ekan-ku. Endi ko'chirib olib kelsam. Mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofani ko'chirib kelsam. Bu ham 17 bo'ladimi? Endi mana bundoq qilib tushirsam, kechirsam, mana bu 90 bo'lib tushadi-da. Tushunyapsizmi? Endi menga mana bu kerak bo'ladimi? Mana bu chiziq. Mana bu A va gipotenuza bo'lib qoladi. Mana bu katet bo'lib qoladi. Mana bu katet bo'lib qoladi. Menga shu A mana qandaydir S chizig'i yo'qmi? A S katet kerak. A S katet qarab to'g'rimi? Mana bu 60 bo'lsa, buni orasi ham 60 bo'ladimi? Bunday turibdi-da hozir. Bunday turibdi-da. Mana bu orasi 60 gradus. Tushunayapsizmi? 3 burchak. Shu yerda x deydigan bo'lsak, x ning kvadrati 16 ning kvadrati 256, 13 kvadrati 164, 2 kere 16 kere 100, kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2'ye teng. Hisoblamalarcha ne chiqar ekan? Kalkulyator borlar. Kalkulyator borlar bor. Telefon yo'q bo'lsa. 217 chiqadi. Necha? 217. Aniqmi? Demak 217 ekan. Endi 217 ga
Mana buni y desam, AB'ni. 217. Y ning kvadrati 217 plus buni qo'shsam 289 mi? Qo'shib oladigan bo'lsam, 506 bo'ladi. Necha qaysi javob? Tushunarli bo'ldimi? Üç. Arası 3 burçak bo'lar ekan. A, B, S 3 burçak bo'lar ekan. 160 ekan. B, E deyapti. B, A ning yarmi. Hop, B, E deyapti. 101 taqsim 2, B, A deyapti. 2 ga ko'paytirib olsam, mana buni 2 ga ko'paytirib olsam, ikkita B, E minus B, A bo'lib qoladimi? Hop, ikkita B, E mana buni o'rnini almashtirsa nima bo'lib qoladi? A, B bo'lishini hisobiga minus yo'qolib qoladi. Endi A, B ikkita B, B demak qayerda bo'ladi? O'rtada bo'ladimi? Nana qo'ymaydimi? Yo'q. B, E mana bu yer bo'ladi. Chunki mana uni x desam, A, B ham 2x bo'ladi-da. Tushunasizmi? Mana. B dan E gacha desak, mana. B dan E gacha x desak, A, B 2x bo'ldimi? O'xshadimi? O'xshadi. Endi bunday eganda, mana yo'nalishi boshqacha ekan, xolos. Mana bu yerdan bunday chiziq tortib olsam, mana bu tushgan chiziq nima bo'ladi? Otabek. Nima bo'ladi? Mana tushgan chiziq nima bo'ladi? Mediana bo'ladi. 3 o'lchov 160 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 30, mana bu 30 bo'ladi. Tushundingmi? B esa 3 o'lchov 100 ni so'rayapti. 30 bo'lar ekan. Mana bunday ketishi ham mumkin. Manasiga e'tibor berib qo'yasiz-da. Manasiga e'tibor berib qo'yasiz. O'rtoq. Buni davom ettirib olish ham mumkin. Ashtondan ketayotganmiz odamlar. Davom ettirib olgan bo'lsa, unda u 120 bo'lib qoladi. Davom etib qolsa, mana buni boshqacha bo'ladi-da, mana ikkita bo'lib qoladi. O'shisiga e'tibor berasiz, o'rtoq. Mana bu B, E shartiga ko'ra, shartiga qaraysiz-da. Mana bunday berishi ham mumkin. O'shunda uni 120 bo'lib qoladi. Sharti muhim. Keyingisiga o'tdik. 4-tinchisi. Chiqmagan-a? O'z chiqqani yo'q shekilliga o'zi. Birasidan tashqari. Anne ketdi. Tizmada tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam 6 burchak bor. Bundan AB ni BE ni ED ni vektorini qiymatini toping deyapti. Hammasi 4 ekan. Shu 4 ekan. AB vektorimiz mana bu yo'nalishi. FE mana. E deymiz mana. Endi mana bunday qilib tortib olsam. Qarang. FE bilan ED'ni yig'indisi FE bilan ED'ni yig'indisi mana bunday tortdim-ku. Tortganim uchun mana bu yer 8 bo'lib qoladimi? Tushunyapsiz-a mana? Bu vektor bilan bu vektorning yig'indisi bu vektorga teng deydi. 8 bo'ldi.
To'g'ri bo'ldi, shunday bo'ladi. Vektor-ku bu. Xo'p, endi mana narsani mana bu yerga ko'chirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Mana bu yerga ko'chiradigan bo'lsam, topildimmi yo? 8 bilan 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bunga teng bo'ladimi? To'g'ri, 463 bo'lar ekan. 463 bo'lar ekan. Bu bilan bu 4 bo'lsa, 463 bo'ladigan bo'lsa, 463 4 bo'ladi. Mana bu orasidagi burchak necha bo'ladi endi? Necha? 150. 120 emasmi? 150 bo'ladi. Bu tomoni 30 da. 30 bo'lsa, bu tomoni 120 bo'lsa, 150 qoladi. Mana bu yerda x desak, nimadan topamiz endi? Ko'rsatsa teramasdan topamiz. X ning kvadrati mana buni kvadrati 48. 16. Minus 2 ko'paytirilgan 463 ko'paytirilgan 4. Kosinus 150 mi? 163 taqsim 2 minusli bo'ladi. Bu bilan plyus bo'lib ketadi. Buni kech qolaverasizlar har safar. Ha? 64. Manami? Endi necha bo'ldi? 112 dan ne chiqadi? 16 kere 7 mi bu? Tushundikmi? Hozir mana narsani shunchaki parallel olib keldik mana bu yerga. Tushundingmi? O'shani yig'indisiga teng bo'ldi. Bu bilan buni yig'indisi mana buning uzunligiga teng bo'ldi. Shu. Bor ekan shunaqa javob. Sen harakat qilaylik to'g'ri. Xo'p. Bizga besh qo'yapti. ABC to'g'ri to'rtburchakning o'tiringlar. ABC'da to'g'ri to'rtburchakning A uchi koordinata boshida deyapti. Koordinata boshi degan 0 0 nuqta deganimi? Mana shu A nuqta. B uchi OX o'qida. B uchi OX o'qida bo'lsa, qandaydir mana bu yerda bo'lsin. S uchining koordinatasi 5 4. Mana 5 4. Shartda nima deganidir? To'g'ri to'rtburchak degan uchun mana bu nuqta 5 0 bo'lib qoladi endi. Ha. Tushundingmi? A B A Masayda. Sen madem No. Nolu 5 var. Nolu 4. Salat kellar Josep Pandin. Bizdan aytyapti 1 taqsim 2 B deyapti. B ga teng deyapti. B mana bumi? Demak B ni topsam, ikkita B bo'lib qoladi hozir aytgan narsam. Tushunyapsiz? B ni davom ettiraman ekan deyman. Mana. B ni men masofasi necha B ni? 4 midi? Endi B ni masofasi necha bo'ladi? 8 bo'ladi. A B E D. A B D mana bumi? Trapesiya bo'lib qoldimi? Bu tomoni 4, bu tomoni 5, to'g'rimi? Mana bu yerda mana bu yergacha balandlik bo'ladi. Trapesiyaning yuzini topyapmiz. Yuqori asosi 4, pastki asosi 8 taqsim 2. Mana bu balandligi bo'lib qoladi endi. 5. 30 bo'lyaptimi? Tushunarlimi? Tushundikmi? Xo'p, 6 ham mana bu masalaga o'xshash ekan, ha? 7 hozirga o'xshash ekan. 8
uchta ham chiqmaganmi? Yer 6 ga teng deyapti. H3dan AM og'magacha bo'lgan eng qisqa masofa nima bo'ladi u? Balandlik bo'ladi. Endi qarang, nima qilamiz? Kosinus 37 degani. Kosinus 37 degani. Nolga 10dan 8 desa, 8 taqsim 10 bo'ladimi? 4 taqsim Demak, mana bu 8, mana bu 10 bo'ladimi? Pifagordan tushib qoldi o'zi. 4 taqsim 5 desam, tomonga tushmay qoladi. 6lik tomonga tushmay qoladi. O'shaning uchun 8 bilan 10 deb oldim. Endi to'g'ri burchakli, uch burchakli balandligi qanday topiladi? Kadetlar ko'paytirib, Kadetlar ko'paytirilib, gipotezaga urib qo'yadi. Bo'ldi. Tushundingmi? Bu qiyin masala emas, o'sha tushunib olishimiz kerak-da. Mana bular oson misollar ekan. Keyingisiga o'tdik. 9. Sizgami? Hamma yo'llar kerak. Uy. Ko'pchilikda tekstlikda yozmagan M nuqtadan tekstlikka A va B nuqtalariga tekstlik 30 va 60 burchak hosil qiluvchi M A M B omillar tushirilgan. M nuqtadan tekstlikka teng qisqa masofa shunga teng. Buni ishladikmi, ishlamadikmi? Ishladikmi sizlarda-chi? 9. Qarang, og'mani-chi ikkita tushirish mumkin-da. Mana bunday tushirish ham mumkin og'mani. Yoki mana bunday tushirish ham mumkin. Qaysi bir holatda ikkovining orasidagi masofa yaqin bo'ladi? Ikkinchi holatda yaqin bo'ladi. Tushundingiz-a? Demak, og'mani mana shunday tushunamiz ekan. Tekstlikda yozmagan M nuqtadan, demak mana bu yerda M nuqta bor. A va B nuqtalari bilan 30 va 60 burchak hosil qiluvchi M A M B og'malar tushirilgan desa, mana bu yer 30 bo'lsa, mana bu yer ham 30 bo'lsa, keyin 60 bo'lyaptimi shu? Orasi? Demak, M A mana bu yer bo'ladi. M B mana bu yer bo'ladi. Birinchi shartida 30 dan 60 kelyapti. O'shaning uchun 30 bunisini 60 deb oldik. Tushundingiz-a? Mana bu yer 30, jami 60. Agar M nuqtadan tekstlikkacha eng qisqa masofa mana bu yer bo'ladi. 263 ga teng bo'lsa, A va B nuqtalar orasidagi eng qisqa masofani so'rayapti. Mana. Endi qarang, mana bu 30, mana 90 bo'lsa, mana necha bo'ladi? 60 bo'ladi. 60 30 munosabatidan bu yer 2 bo'ladimi? 2. Bu yer 2 bo'ladi. Endi mana bu yer 60 bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? 30 bo'ladi. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng bo'lsa, mana bunday bo'ladimi? Endi qarang. Bu shundan bilib olsangiz ham bo'lar ekan-a. 30 bo'lsa, mana bu yer 120 bo'ladi-ku. Kosinuslar tengmasdan mana bu yer 4, mana bu yer 4 bo'ladi. A dan B gacha masofa demak necha bo'ldi? 4 degan javob qoladi. Tushuntir oldimmi? 10 ga o'tdik. Petrolda kerak bo'lsa, beka asabimizga kerak emasmi bo'ladi? Qiyin qilib hamma yo'lda o'rganib bo'lgan bo'lsanglar, bundan chiqib ketaveringlar. O'rganadigan narsa qoladi. Mana bu yer B, mana bu yer A bo'ladi. Mana bu yerdan S
mana bu yer D bo'lar ekan. 463 bo'lar ekan. Mana bu yer 12 bo'lar ekan. Pasti 763 ekan. Mana bu orasidagi burchagi 120 ekan. Mana bu yer 30 ekan. Mana bu yer 60 ekan. Hop, nimani so'rayapti? B va D nuqtalar orasidagi masofani so'rayapti. Ota berdigan chaqirsa. Marjon. Kim? Marjon ota. Sizga saqladi. Piplarisdagi ota berdigan. Qarang. B va D gacha bo'lgan masofani topishimiz kerak ekan. B dan D gacha bo'lgan masofani topish uchun mana B dan D gacha topib oldim. Mana bunday qilib turib, mana bunday shakl topib olaman. Mana shuni 90 tushirsam, o'shani topishim kerak. To'g'ri qildikmi hozir? Avval maydonlar topib olaylik. Murakkabroq masala ekan. Mana bu yerga bitta balandlik tushirdim. Mana bu yerga yana bitta balandlik tushirdim. Salmay to'xtab turay. Tushunganlar bu masalani? Qarang. Bu ham kursini 30 gradus qarshi harakat et. Gipotenuzdan yarmiga teng bo'ladi. Va mana bu 6 bo'ladi. 6. Endi 30-60 munosabatidan 660. mana bu yer 663 bo'ladimi? Jami necha edi? Jami 763 bo'lsa, mana bu yerga 163 ta o'zi qoladimi? Xo'p. Shuni bilib oldik. Endi mana tomonga o'tdik. Mana bu yer 60, mana bu yer 90, mana bu yer 30 bo'lsa, 30 gradus qarshi harakat et gipotenuzdan yarmiga tengmi? Demak, mana bu yerdan mana bu yerga 263 mi? Mana nega necha qoladi? 163 qoladi. Jami 663 edi, mana bu yer 563 bo'ladi. Tushundingmi? Endi mana shuni menimcha davom ettiramiz mana buni. Mana chiziq bor-ku. Shu necha bo'ldi? 163 bo'ldi. 263 dan 2 ta bo'ladi. 6 bo'ladi. Endi nima qilamiz? Mana bu yer 6. Mana bunday to'g'ri olib kelaman. Olib kelsam bu yer ham 6 bo'ladimi? 6 bo'ladi. Mana bunday tushirsam. 163. Mana bu yer 3 bo'ladimi? 163. Ha, mana 163. Endi mana chiziq bor-ku. Tizmada endi ozgina bir xunuk narsa bo'lib qoldi. Aslida shu mana bunaqa uchburchak. Mana. Mana bu yer 6, mana bu yer 6 bo'lgan. Tushundingmi? Mana bu narsa to'g'ri turmayapti-da, mana bunday turibdi-ku. O'shani hisobiga mana bu yer sal mandayroq 6, mana bu mana bundayroq 6-da. Tushunyapsizmi? Mana bundayroq, mana bundayroq 6. Chunki bizga buni ishlatganimiz yo'q-da. Shuni ishlatamiz. Mana 6 bo'lsa, mana bunday tushirib olsam, shu nima bo'lib qoladi? 663 bo'lib qoladi. Mana bu to'g'ri tushursam shuni. O'shani nima bo'lib qolar ekan? 663 bo'lib qolar ekan. Endi B dan D gacha masofani so'ragan. B dan D gacha bo'lgan masofa mana. Oddiygina fazoni tasavvur qilish qiyin bo'ladi-da. Mana bu to'g'ri chiziq, mana bu to'g'ri chiziq. Bu ikkalasi katet bo'ladi endi. Bizda mana uni x deb oladigan bo'lsak, x ning kvadrati 36 kara 3 108 bo'ladimi? O'shamiz mana bu 3 ni. 111 bo'lyapti. Bormi shunaqa javob chiqarganlar? Ko'rishganlar bor ekan. Kim? Ota dedik, yana kim ishladi? Ishdan marhaba chiqqanmi? Ha? Qo'qol deyapmiz-ku. Quloq chiqaramiz mana misollar.
nima bo'ladi? Charchab qolibsizmi? Qolganlarga o'xshab uxlab oling, yetdi-da. AD deyapti. AD degani A'dan D'ga borasan degani. Shunga strelka bilan belgilab olasiz. DS degani D'dan S'ga borasan degani. Tushunyapsizmi? S1 deyapti. S1 mana bumi? Mana S'dan S1 ga yurdim. S1 D1 deyapti. Ha? Keskin bo'lmadimi? S'dan S1 ga yurishim kerak ekan. S1 D1. Mana. Tushundingmi? Endi qarang, mana bu bilan mana bu yig'indisi, mana yig'indi-ku. Mana bunga tengmi? Demak, mana bu 3, bu 3, 3 yilzosti 2 bo'ladimi? Endi mana bu bilan mana buni yig'indisi nima bo'ladi? Mana bunga teng bo'ladimi? Bu yer 3, bu yer 3 bo'lsa, mana bu yer nima bo'ladi? 3 yilzosti 2 bo'ladi. Endi mana bu bilan mana buni topishim kerak. To'g'rimi? Mana buni ham tortib olsam, bu ham 3 yilzosti 3 bo'lib qoladimi? 3 yilzosti 2 bo'lib qoladimi? Qanaqa uchurchak tayyor bo'lib qoldi ichkarida. Teng tomonli uchurchak bo'lib qoldi. Endi prosta teng tomonliligini bilib oldim. Menga ikkita vektor orasidagi ikkita vektorni ko'paytmaslik kerak. Bittasi mana buni yozib oldim managa. 3 yilzosti 2 ekan. Mana buni yozyapman. Mana bu. Bu tomonga qarab turibdi, to'g'rimi? Mana bu yoqqa qarab turibdi. O'ziga qilay, o'zini qarab olib kelay, yana chalkashlik emas. Bu yoqqa qarab turibdi, yozib oldim. 3 yilzosti 2. Mana bunga yopib turibdi mana. 3 yilzosti 2. Endi men mana shu strelkani bu tomonga qaratib qo'ysam, ishorasi manfiy bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Endi ekovektorda ko'paytirish uchun menga uni orasi kerak bo'ladi. Orasidagi burchak. Necha orasidagi burchagi? 60 bo'ladi. Sizlarga mana bunday narsa o'rgatdim. A vektor bilan B vektorni ko'paytirsam, A vektorining uzunligi bo'ladi. B vektorining uzunligi kosinus alfa bo'ladi dedim. Demak, bittasi 3 yilzosti 2, bittasi minus 3 yilzosti 2. Tushunyapsiz? Kosinus alfa, uni orasidagi burchakning kosinus 1/2 bo'ladi. Ko'paytirsak minus 9 bo'lyapti. Tushunyapsizmi? To'g'ri ekanmi? Kalit shunaqa ekanmi javob? Sizda ekanmi? O'shanisiga e'tibor bering. Tushundingizmi? Aynan ishorasiga e'tibor bering. Men o'zim xato qilib qo'yganman shu test imtihoniga kirganimda. 9 olib ketib qo'yganman. Tushundingizmi? 9 ham bor, minus 9 ham bo'ladi javobda. Aynan mana shu strelkasiga ahamiyat bermay qolganman. O'sha strelkasiga ahamiyat bering. Mana bunday qilganman-da, buni ko'chirib olmaganman-da, xato emas, ko'chirib olmasdan bunday bo'lar ekan, 60 bo'lar ekan deb turib ishorasiga, yo'nalishiga qaramasidan o'tib ketaverganman, 9 chiqib qolganda, 9 ni begina olib ketib qolganman. Aslida javob minus 9 bo'lgan. 12-si. Qanaqa misol bo'ldi bu? Vahimali ko'rinishi. Qavariq to'rtburchakning uchlari 0 deyapti. 0 bo'lsa, demak koordinatadan ketamiz. 0. B'imiz 1 u 2. 1 u mana bu 1 bo'lsa, mana 2 bo'lsa, mana 3 bo'lsa. 1 u 2. 1, 2, mana 3. Necha oxiri? 4, bu tomonga 4 bo'lsa. 0, 1, 2 bo'lsa mana bu bo'ladimi? Shu nuqtamiz B ekan.
3 nuqta bor ekan keyin 3 nuqtamiz mana 4 0 mana DS tomonida E nuqta joylashgan. A, B, C, D nuqtalar yotadi. DS tomonida E nuqta mana bumi? E nuqta shunda joylashganki, A, E kesma, A, B, C da qavar 4 va teng bo'ladi. Demak, mana shuni yuzi S bo'lsa, mana bu ham yuzi S bo'lib qolar ekan. E nuqtaning koordinatasini toping. Ya'ni x. Menimcha ichlarida ishlagan bo'lmasa kerak. Qanday? Nima ekan? Katayda ishlagansizlar, ha? Ana asli turmushaylikni topib turib, pastda 3 burchak bor. Ha. O'shanga katta turmushaylikni yarmini olib turib ishlasa, tekrardan qilgan. Mana uni o'xshatib, ha? Mana 3 nuqtamidi? Mana bitta baland deb tushirib oldim. Mana bitta baland deb tushirib oldim. Buni yuzini alohida topmoqchiman-da. O'shaning uchun tushirib oldim. Mana bu yergacha bo'lgan masofa necha edi? 2. Mana bu yergacha bo'lgan masofa 1. Mana bu yergacha bo'lgan masofa 2 da endi. Jami 3 edi. Mana bu 1 edi, chiqib ketdi-da bu. Endi mana masofa necha? 3. Mana masofa necha? 1. Bunga buni ko'paytirsam 2, yuzi 1 bo'ladimi? 3 burchakli yuzda katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lganga teng. Buni yuzi 3 taqsim 2 bo'ladi. 5. Nima 5? Buni yuzimi? Trapetsiya buni bunga qo'shib 2 ga bo'laman. Buni yuzi 5 bo'ladimi? 5 bo'ladi. Demak, umumiy holatda qo'shadigan bo'lsam, 1, 5, 1,5, 7,5, 15 taqsim 2. 15 taqsim 2 bu 4 burchagining yuzasi. To'g'rimi? 3 burchakli yuzini topishim kerakmi? Mana bu 3 burchakli yuzini topadigan bo'lsam, shuni yarmi bo'ladi. S 4 burchagining yuzi shu. Hop. 3 burchagining yuzi 15 taqsim 4. Mana bu y dan baland deb tushirib olsam, mana bu y ku, mana bu tizim ham nima bo'ladi? Y bo'ladi. Shu 3 burchakli yuzini topmoqchiman endi. 3 burchakli yuzini topsam, 1 taqsim 2, asosim nechi? 4. Balandligim y. Yuzam nechi chiqdi? 15 taqsim 4. Y ga nechi bo'lyapti? 15 taqsim 8 bo'lyapti. Tushundingizmi? Y ga 15 taqsim degan 8 degan javob topiladi. Mana shunaqasi. B ekan. Tushundingmi? Boshqasida o'zi nima yo'q. Mana bu tenglamasini tuzyapmiz. K'ni topib olamiz. K'imiz y dan y ni ayirib, x dan x ni ayirganimizga tengmidi? -3. Y barobar -3x plus b bo'lyapti. Y o'rniga 0. X o'rniga 4 qo'ymanmi? 4 qo'ysam b barobar 12 bo'lyaptimi? Y barobar -3x plus 12 bo'lyapti. Endi y'im chiqdi-yu menda. 15 taqsim 4 chiqdi, to'g'rimi? Qo'ysam mana hozir x'im kelib chiqdi. Tushunarlimi? Mana K'ni qanday topganimni tushunmadingmi hozir? Ha? K'ni topishda o'zining formulasi bor-da. Y2 - y1 bo'ladi. X2 - x1 bo'ladi.
Buni bilmagan taqdirda ham shunchaki x o'rniga 4, y o'rniga 0, x o'rniga 3, y o'rniga 3 qo'yib turib, testimani yechib qo'ysangiz o'sha narsa kelib chiqaveradi. Do'stlar, bu tezroq topish uchun. Mana bundoq tushirsa ham 2 osti 3 bo'ladi. Bu muntazam 3 burchaklik uchun mana bu yer 60, mana bu yer 30 bo'lsa, 30 gradus qarshisidagi 60 tomon bilan munosabatni qilsak 2 bo'ladi. Mana bu yer ham 2 bo'ladi muntazam bo'lgandan keyin. Yo'q, bu 2 bo'lmaydi. Bunga qarang. 30 gradus qarshisidagi katet necha? 4 mi? 30 gradus qarshisidagi katet hipotenuzani yarmiga tengsizlab 4, mana ham 4 bo'ladi. Ve mana bu yergacha masofa 4 bo'lsa, bu yerda managacha bo'lgan masofa 2 bo'ladi. Tushunarlimi? F nuqta teng bo'lyapti o'zi. A F T 2 dan. Mana 3 burchaklar tengligida mana bu ham 2, mana bu ham 2 bo'lyapti. Mana bu yerda balandni tushirib olamizmi? Yo, tushirmasdan iloji bormi? Qayga? Y o'qiga tushiraylikmi? O'qdan bo'lami shunda? X o'qiga tushirishimiz kerak emasmi? Xo'p, y o'qiga tushiradigan bo'lsak, mana bu yer 60 edi, bu yer 30 mi? 30 bo'ladigan bo'lsa, 30 gradus qarshidagi katet mana bu hipotenuzani yarmiga tengmi? 3 bo'lyaptimi? Demak, mana buni 3 nimasi bu? Y. To'g'rimi? Mana bu yergacha bo'lgan masofa 3 bo'ldi-ku. 3 bo'ldi. Ikkisi bo'ladi. 300 osti bo'ladi. Ha. To'g'ri. Bu x ekan. X ekan, mana bu yer ekan. Bu 60 mi? 300 ostida 3 bo'lyapti. Bo'ldi bu. Endi seni topadigan bo'lsak. Mana bu yerdan mana bu yergacha 6 bo'lsa, 4 bo'lsa, mana bu yerdan mana gacha ham 4 bo'lib, mana bu yer 2 bo'lsa, jami 8 u 0 nuqta bo'lyaptimi bu? S nuqtam 8 u 0, F nuqtam x'im 3, y'im 363 mi? To'g'rimi? Nimani top degan? SF degan. S dan F ga yursam, qancha o'rgatmay ketibman. S dan F ga yursam, mana o'q mana bunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu A nuqta, mana bu B nuqta bo'lsa, A B ni top desa, x2 y2 bo'ladigan bo'lsa, bu x1 y1 bo'ladigan bo'lsa, x2 dan x1 ayriladi, y2 dan y1. Tushundingmi? Oxiridan boshqa ayriladi. Xo'p, bizdan 3 dan 8 ni ayiramiz mana. SF degancha F dan buni ayiramiz. -5. Bundan buni ayiramiz. 300 osti. Tushunarli bo'ldimi? Tushundingmi? Ha? Ko'paytmasini so'raganmi? Koordinatalarni ko'paytmasi bo'lsa 5 ko'paytirgan 300 osti 3 bo'ladi. 15 osti 3 bo'ladi. Öntör göçtük. Öntör. B ekan, S ekan, D ekan, E ekan, F ekan bu. Rasmda muntazam oltburchak tasvirlangan E nuqtaning koordinatalari ko'paytmasini toping. E nuqtani, mana shu nuqtani. X va Y ni topib olishimiz kerak. Qarang. Mana D nuqtani beryapti. X 6 ekanmi? 6 degani nima degani bu? Turing desam. Turing. Mana bu 6 bo'lsa, mana bu yergacha bo'lgan masofa 6 degan ma'noni bildiram.
Mana bu 6 y da, mana bu yer 6 deyapti-da. Tushunyapsizmi? Bu 6 bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofam ham, bu diagonalmi? Mana bu ham shunaqa bo'ladimi? Bu ham 6 bo'ladimi? Yo'q. 6 bo'lmaydimi? Bu katta diagonal, ana kichkina. Bu kichkina diagonal ekan. Tomonini topmasak bo'ladi. Mana 2 yozib chiqadi. Adashib qana. Hop, bunday qilsak bo'lar ekan. Hop. Jami 6 bo'lsa, mana bu 3 bo'ladimi? Mana bu 90, mana bu necha qoladi? 30 qoladi. 30 gradus qarshisi mana bu 60 mi? Mana necha bo'lyapti? Kerak bizga shu. Tomoni 2 yozib Shu kerak ekan bu. Mana bunday qilib chizadigan bo'lsam, mana ham ilzosi 3 bo'ladi o'shandan. Mana yetib qolyapti. 203ligi qanday kelib chiqdi buni? Tomoni bormi o'zi? Ha, mana buni topib beradi. 30 gradus qarshi harakati hipotenuzdan yarmiga teng-ku. Mana aytam 203. 203 bo'ldi. Demak, mana bu yergacha bo'lgan masofa nima bo'ladi? X sim bo'ladimi? To'g'rimi? X sim 403 ekan. Endi mana bu 3 masofa nima? Mana 3 masofa. Y gami? Y gami 3 ekan. Nimani so'ragan edi? Ko'paytmasini so'raganmi endi? X bilan Y ni ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 12. Tushundik-a? O'zim balandligidiyu. Bu tomondan ham balandlik tushirib olaylikmi? Tushirdik mana. Nima bo'ladi endi? Tepasini A desak, pastdan 3 ta bo'ladi. A Mesela A desak. yorligini bildik. Xo'p. Tepa A bo'lsa, Tepa A bo'lsa, pastdan A bo'ladimi? yonlari ham A. Endi teng yorligidan mana 3x degan narsasi bor-da. Mana A bo'ladi, mana ham A bo'ladi, mana nima bo'ladi? A taqsim 2 bo'ladi. Bizga AB kerak. AB mana bumi? AB degani nima qilib olamiz? Mana x y fraksiyalagancha topsak. Qanaqa degani bu? Kechi chiqchi. Ajratchi. Mana necha bo'ladi? 7 bo'ladi. Mana necha bo'ladi? 5 bo'ladi. Bu tomon 10 bo'ladi. Xo'p. Mana belgicha bo'lgan masofa 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu nuqtani qandaydir x y deb olsak bo'laveradi. Nima yo'q? Ekstrada shunaqa qilib olsaydi, oson chiqadi. Qadnani boshyapti bo'lsakmi? Shunaqa qilaylikmi? Noto'g'ri chiqib qolmaydimi? Yo'q. Maqomligi. Ayrılırsa bu kadar. Qarang, mana bu masofa 3 bo'ladigan bo'lsa, mana shu nuqtani x y deb oldik-da. Mana bu nuqta nima bo'ladi? Mana shu nuqta nima bo'ladi? Necha? Mana kecha bo'lgan masofa x bo'lsa, y plus 3 mi? Nima biladimi? Xo'p, mana-chi, bu nuqta-chi. X y plus 10 bo'ladimi? Qayerdan kelayotganini tushunyapsizmi? Mana nuqtani x y desak, 3 tepaga yuryapti-ku. 3 tepaga yurgani bu y dan 3 yurgani. O'shancha y 3 qo'shib qo'yapmiz. Tushunyapsiz-a? Mana shu nuqtani x desak, shu yerdan 10 tepaga yuryaptimi? Y dan, mana bu yerdagi y dan 10 tepaga yurganicha y plus 10 bo'lyapti. Tushunyapsiz-a? S ga o'tdik. Managacha x edi, mana tomongacha 10 bo'lsa, mana x plus 10 bo'ladimi? To'g'rimi? Managacha x, mana tomongacha 10, x plus 10 bo'ldi. Y gachi?
y plus 10 bo'ldi. D'siga o'tdik. D'simiz mana bu yergacha bo'lgan masofa X plus 1. x plus 10 y bo'ladi. Yozib olamiz endi. Bitta a niki x y chiqib ketdingizda. Ancha bo'lib ketdi-ku. Nima so'rayapti yana? D qoldimi? Mana uni topyapman. S e ni. E nikini topmabmiz. Vaqtlar kerak yo'q ekan. Mana uni topishim kerak ekan. F nuqtanikini aytinglar endi. X plus 5. X plus 5 u y bo'ladi. Mana buniki kerak edi, topdik uni. Mana ikkalasi kerak emas ekan. Xo'p. S kerak edi. Aynan keragini o'chirdimmi? Bilaman, qancha o'chirdim. S kerak edi, A kerak edi, B kerak emas. B ni o'rniga nimani yozaman? F ni yozaymi? F ni yozsam x plus 5 u y bo'ladi. D kerak emas ekan davlat. Nima qaysi nuqta edi mana u? B kerak. O'rta endi. E ni yozyapman. Asli barcha keraklarni o'chirib chiqdi. D kerak emasmidi? Yo'q. D ni o'rniga nimani yozaymi? Davlat. Ani o'chirish kerak. Bo'pti. B. Mana bu F nuqtamidi? X y plus 3. F nuqtam x plus 5 u. Aga nimasi o'chirgan buni? Endi to'g'ri bo'ldimi? S ni topyapman, qarang. S ni topish uchun nima qilaman? E dan S ni aylayman. To'g'rimi? E dan S ni aylayman. 10 mi? To'g'rimi? E dan S ni aylayapman. Minus 10 bu. Bundan buni aylaymanmi? Minus 7 mi? Minus 7 bo'ladi. Endi BF. BF ni topadigan bo'lsam, mana. F dan B ni aylaymanmi? Bundan buni ayrsam 5. Ikkinchisi nima? Minus 10 bo'lyapti. Ha. Ega uni qo'shish uchun mos koordinatalar qo'shsam bo'ldimidi? Buni bunga qo'shsam minus 5, buni bunga qo'shsam minus 17 bo'ladi. Nimani so'ragan? Shu topib qo'yib shekilli-ku. Topib qo'yibsiz-ku. Tushundingmi ish qilib? Yig'indisini so'ragani uchun darsga ko'chirib olsak ham, darsni ko'chirib olsak ham. Davlat minus 5. Ha? Xo'p, qo'shdik ikkovini. Ani 5 mi davlat? Bu doskani kiri edi. Bu 5 edi. 15. Ana shu tushunmayapsizlarmi? Ha. Bunga buni qo'shdik minus 5 bo'ldi, bunga buni qo'shdik minus 17 bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Endi shunaqa qilsizlarga ha? Oxirigacha yetib oldikmi yo'q? 3 ana nimaga o'xshash ekan? Oldingilarga, tushganlarga o'xshash ekan. 4 Ko'rishlar qo'raylik. Bunaqa misol ishlamadik. Mana telefon yo'qlar. Mana shuni so'rayapti. Tepadagilar berganda pastdagini so'rayapti. Nima qilamiz? X deb olamiz. Yo'qmi? Jahongirmi? Jahongir nima bo'lyapti? Tepadagidan ko'rsinsa qanday bo'lsa. Shunda menga savol qilmayapsizmi? Chiqib mashina. Sertifikatdan hisobga olib. Qadar ko'taramiz, ha? Kvadratni ko'tarib olsak, 4a ning kvadrati minus 4ab plus b kvadrat
x ning kvadrati bo'ladi. 4a ning kvadrati deganim a bor sizda 9 ga teng. Minus 4a bilan b vektorni ko'paytmasi ham bor sizda. 4 b kvadrat bor sizda 16 x ning kvadrati. Kesdimi bu? X barobar 6 chiqyapti. Bu modul bo'lgani uchun misolsini olmadim. Tushunayapsizmi halillar? Senga aytdim, hali xulos olmaysan bola. Sen bilasan, 4 taga o'xshab. Deydi, hali. Mana aytganim bo'ldi. Xo'p, keyingisiga o'tdik. 505 vektorda 2-3 nuqta berilgan. Bu vektorda yotgan to'g'richiq tenglamasini tuzing deyapti. Mana. Qandaydir a vektor bor ekan, shu 3-5 ekan. A nuqtamiz 2-3 nuqta berilgan. Bu vektorda yotgan to'g'richiq tenglamasini toping deyapti. 2-3. Bunday bo'lsin ha. Ikkinchi uchini topsa bo'ladi. B uchini. Ha. Javobga qo'yarsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. 100% bo'ladi. 100% bo'ladi. Gapiringlar, qanday topib olamiz? Halillar, nima deysan shu fikrga? Otangda uxlayotgan azizlikmi? Uxlab bo'lmayaptimi shovqinmi? Ha? Mana x y desak, qanaqa to'g'risiga bo'ladi? Xdan 2 ni ayirganim 3 Ha. X dan 2 ni ayirganim 3 ga teng. 5 bo'ladimi? Y dan 3 ni ayirganim 5 ga teng bo'lsa 8 bo'ladi. Endi y barobar to'g'ri tenglamasi kx plus b midi? 10 ni qo'yib ko'rasiz. X o'rniga 2, y o'rniga 3 qo'ysangiz, xo'p 2k plus b bo'ladi. Mana buni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 8 barobar 5x plus b bo'ladi. Ayirib olsak 3x bo'lyaptimi? X barobar k bo'lsa k barobar 5/3 bo'ladi. Minus 5 bo'lmaydi. Ha? Bundan buni ayirdik 5 bo'ldi. 5 kada 2 kana ayirdik 3 kad bo'ldi. Bu bo'ldi, bu bo'ldi. Endi kani mana bu yerga olib kelib qo'ysangiz 10/3 plus b bo'ladimi? B barobar bu tomonga o'tsa 3 minus 10/3 bo'ladi. B barobar minus 1/3 bo'ladi. Yana o'rniga olib kelib qo'yasiz. Bo'ldi o'sha. K barobar 5/3 x minus 1/3. Shu ko'paytirib olsangiz 3y 5x minus 1. Javob qanday tartibda berilgan bo'lsa, o'shanday holatga olib kelib qo'yasiz. Hamma mana x ni ham bu tomonga olib o'tib, 3y minus 5x minus 1. X ni oldiga olib o'tsak minus 5x plus 3y barobar minus 1. Minusga ko'paytirib olsangiz 3y barobar 1. Qaysi javob? Ha, javob. O'zi oson yo'li endi men keltirib chiqarib berdim. Oson yo'li mana. 2-3 nuqtani beryapti-ku. Javoblarga qo'yasiz. A javobda mana turibdimi? A javobda 5x minus 3y turibdi. X o'rniga 2 qo'yasiz. 5 kere 2. Y o'rniga 3 qo'yasiz. 10 minus 9 barobar 1. Tushundingizmi? O'zi oson yo'li shu. Oldin haligi studentlik paytimda vektorni o'tmasdan oldin shunaqa misollar nimada kelib qolsa TTMda shunaqa qilardim. Mana nuqtadan o'tadi deyapti-ku. Uning uchun vektorni bilishingiz shart emas-da, to'g'risini bilsangiz bo'ladi. Mana nuqtadan o'tadi degani 2 qo'ysang 3 chiqadi deganida. O'rniga qo'ysangiz to'g'ri kelsa bo'ldi. Tushundingizmi? O'shunda mana bunaqa tuzib o'tirmaysiz. Endi men keltirib chiqarib qo'ydim, esingizdan chiqib qolsa deb. Mana shuni uzunligi 21 desa, uzunligi desa mana buni kvadratiga ko'tarasiz.
Mana buni kvadratga ko'tarasiz. Mana buni kvadratga ko'tarasiz. 225 mi? Shu 21 ga teng bo'lyapti. Tushundingizmi? Faqat kapsi bilan kvadratga ko'tarib, o'sha uzunligiga tenglab qo'yasiz. A ning moduli dedik. A ning x1 x2 bo'ladigan bo'lsa dedik. y1 bo'ladigan bo'lsa dedik. A ning uzunligini topish uchun x1 ning kvadrati y1 ning kvadrati dedik-ku. Mana shu b vektorining koordinatalari bu fazoda bo'lgani uchun 12 minus gamma 15 bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Fazoda 3 o'lchamli bo'ladi-da, fazo. Mana bitta tomon, bitta o'qi, mana bitta o'qi, mana bitta o'qi. 3 o'lchamli fazo. Tushunyapsizmi? Bu tekislik 2 o'lchamli bo'ladi. Tushunsa, fazo bo'lganda 3 o'lchamli bo'ladi, shuning uchun koordinatalari 3 ta bo'ladi. Shuni hisoblaydigan bo'lsak, 144 gamma kvadrati 225 441 mi? Gamma kvadrati 441 bunga buni qo'shsak 9 6 3 41 72 bo'lar ekan mana siz 602 mi? 72 ekan. Yo'q, 601 javob. Shunaqa bo'ladi, 100 dan bo'ladi lekin. Tushundikmi? 7-sida aytyapti, radius 6 ga teng bo'lgan aylanaga muntazam 8 burchak chiqarilgan. 8 burchak yuzasini toping. Bu oddiy ekan-a? 8 ishlab qo'yaylik, 4,5 bo'lib qoldi. 8. Rasmda birlik kvadratida tasvirlangan, buning uchun katak kerak ekan. Mana bunday beryapti. Mana bunday narsa beryapti. Bizdan so'rayotgan narsa A plus B bo'ladi. Tushuntirish uchun aytaman, hozir qarang. A ni koordinatasini topish uchun mana buni topasiz. Mana buni topasiz. Tushunarlimi? Mana bu nuqtangiz katak chizib qo'ygan sizga. X'ingiz 3 ta turibdi. Y'ingiz 6 ta turibdi. Mana bu nuqtangizga o'tganda necha ekan bu? 7 bilan 9. 7 bilan 9 ekanmi? Bu-chi? 4 ta, 2 ta. 10 bilan 2. Keyin bunisi 9 bilan 3 ta 7 bo'lyapti. Katagini sanab qo'ysak bo'ldi. A vektori topishni o'rgatdimi? Qarab topamiz dedik. A vektorni qarab topamiz dedik. Juda oxiridan boshlaymiz. Bundan buni ayiramiz dedik. 4 bo'ladi. Bundan buni ayirsangiz 3 bo'ladi. B vektor topasiz. Bundan buni ayirsangiz minus 1 bo'ladi. Bundan buni ayirsangiz 5 bo'ladi. Ega uni qo'shasiz. 3 8 bo'ladi. Tushunarlimi?